Leksiyeni davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Leksiyenin mavzusu mındak vatandaşım. Hazır baş görüp ettik bir cümle nime dedi? Markel hanım hazır harbiy parxodlarni Janubiy dengiz taraf yiroq sharqqa avatdi. Hazır şu leksiyani so'zlaymiz. Başta da ayrım debdi. Bu yerda 3 davlat: Fransiya, Angliya, Germaniya harbiy parxodlari. Hazır yiroq sharqqa avatildi degan leksiyani hozir so'zlaymiz. Şundan qaraganda Germaniyada Merkel xonimning xarakteri tozib buningga mos kelmaydi masalan. Chunki u bilan bo'lgan munosabatda bu bir hayron qoladigan ish. Mavzu bunda vatandoshim. Yevropa dengiz armiyasi endi Tinch okeanining rayoniga to'plandi. Jungoga popozni ishlatish iqtidori tasavvurdan ortiq. Mavzuli xabar uchun aynan 6 kuni erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi xabar. Bunday boshlandi. Jungoning kengaymichiligini to'sish uchun Fransiyaning yadro kuchi suvosti harbiy parxodi va yordam berguvchi parxodi Sayna Jeyxo. Buning inglizcha berilmagan ekan, men xitoycha oldim. Kechiring vatandosh. O'tgan oyda Janubiy dengizga yurish qilish vazifasini tamomlab balki Angliyaning zobit belgilik omadkisi bilan Germaniyaning birdana qo'g'dug'ichi harbiy parxod yurish qilib, endi Tinch okean suv yuziga yetib keldi. Bu to'g'rida Yaponiya xalqaro munosabatlar obzorchisi Hiro Akita Yaponiya obzorchisi tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Yevropa dengiz armiyasining Jungoga kuch ko'rsatish iqtidori tasavvurimizdan olqib ketdi. Yaponiya Osiyo obzori 5-kuni Akitaning obzorini e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Harbiy parxodlarni dengizga chiqarib harbiy besim ishlatish ma'lum davlat xalqaro prinsiplarni ko'zga ilmaganda cho'ng davlatlar duch keladigan masaladir. Oshkora suhbat fikr bayon qilib, embargo qilgandan keyingi 3 xil vosita Yevropada 3 cho'ng qudratli davlatning yiroq sharqqa yetib kelishi, Jungo kompartiyasining Hong Kongda va Uyg'uristonda Uyg'urlarga qaratgan zulm sistemlari va Janubiy dengizda qo'pollik bilan harakat qilishlariga ifodalagan qattiq qarshi turishdir. O'sha abzasini bir o'qiydi vatandosh. Müşunda tatlıq gepler şu okuyumuzdan ha bu leksiyani. 3-xil vosita. Yevropada 3 cho'ng qudratli davlatning yiroq sharqqa yetib kelishi, Jungo kompartiyasining Hong Kongda va Uyg'uristonda, Xinjiangda Uyg'urlar qaratgan zulm sistemlari va Janubiy dengizda qo'pollik bilan harakat qilishlariga ifodalagan qattiq qarshi turishdir. Akita tadqiqot markazining yaqinda Akita Pew Research tadqiqot markazining yaqinda e'lon qilgan tadqiqot va tekshirishlardan naql elib bunday ko'rsatdi. Bu tekshirish oshkoraladiki, Angliya, Fransiya, Germaniyada 70%dan ortiq ziyorat qabul qilgan fuqarolar Jungoga salbiy qarashda bo'lgan kishilar bo'lib, bu Yevropadagi 3 muhim davlatga vakillik qiladi. Demak, Fransiya, Germaniya, Angliya fuqarolari
elrayi şekildeki tekşürüşten qaraganda 70%'den atoq odam yoki pufra Jungodan narazı. Yoki Jungoni yaxshi degani yo'q. Jungodan narazı qil. Şuna bu fikir eqimi Yevropadagi 3 cho'ng davlatga vakillik qiladi. Jungodan narazı bo'lish va Jungo masalasi bilan jiddiylashish topchi parxod diplomatiya siyosati bo'lib ifodalandi. Bugungi kunda bir Jungodan narazı bo'lish, ikkinchi Jungo masalasi bilan hozir cho'ng davlatlar jiddiylashdi deydi. Şunlaşqı bu parxodning Iroq sharqiga yetib kelishi diplomatiya siyosati bo'lib, ya'ni topchi parxod diplomatiya siyosati bo'lib ifodalandi. Obzorchi yaponiyalik obzorchi Akita mundaq tahlil qildi. Yuzaki qaraganda Jungo ozodlik armiyasining 350 dona harbiy parxodi bor. Son jihatdan Amerikaninkidan ko'p. Yevropadagi 3 cho'ng qudratli davlat dengizga aran 3 ta parxod chiqarib edi. Hozir ustunlikda turayotgan Jungo har qandaq harbiy tahdid sola olmadi. Masalan, parxodi ko'p bo'layotgan Jungo Fransiya, Angliya, Germaniya 3 tane parxodni Iroq sharqi avatib edi. Jungo ozodlik armiyasi hech qandaq tahdid sola olmadi. Angliya, Fransiya va Germaniyaning harakati hech bo'lmaganda ikki xil usul bilan ozodlik armiyaga zarba berdi. Obzorchi Akita mundaq ko'rsatdi yaponiyalik. Birinchi, agar Yevropaliklar endi Tinch okeani rayoniga harbiy kuch avatadigan iqtidorini va orzusini ifodalaydigan bo'lsa, Jungo Tayvan va Janubiy dengizda urush qilish planini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Jazolagirchi Akita apandi. Jungo harbiy harakat qo'llanganda o'ylashga majbur bo'ladi. Qo'shimcha Jungo Uyg'uristonda qurib chiqqan jazolagerlarini o'ylanishga majbur bo'ladi.